Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar, bizni kuzatuvchilar. Mening ismim Florom, 42 yoshdaman. Men o'zimni shaxsiy natijalarim bilan bo'lishmoqchiman. Men farzandim tufayli mana shu kompaniyaga kelib qolganman. Farzandimning sog'lig'i tufayli farzandim 34 hafta tug'ilgan, ichimda yaxshi rivojlanmagan va men juda qattiq koronavirus bo'lganman. Shu sababli bolada orqada qolish, tengdoshlariga nisbatan o'g'limda orqaga qolish bor edi. Yurmasdi, gapirmasdi. Mana shu Alfa James kompaniyasining mahsulotlarini iste'mol qilishni boshladik. Allohga shukr, hozir zo'r natijalardamiz. Birinchi omega mahsulotini ichirdim. Omega mahsulotimiz juda ham zo'r mahsulot bo'lib, inson organizmini, miya faoliyatini yaxshilaydi. Rivojlanmagan aqlni rivojlantirib, fikr jamlanmagan fikrni jamlatib beradi. Sababi bizni alfa omegamizni boshqa omegalardan farqi baliqlarni suyagidan olinganligi uchun bizni omegamizni tarkibida yana kunizin Q10 ham bor. Shu uchun miya faoliyati uchun juda ham yaxshi ta'sir qiladi va kunizin Q10 organizmni tiklab beradi. Alfa mayin mahsulotimizga kelib o'taman. Alfa mayin mahsulotimizni tarkibida vitamin komplekslar bor. Vitamin kompleks B kompleks yetishmasa, inson organizmida xotira pasayib ketadi. Xotirada muammolar bo'ladi va meni farzandimda ham xuddi shunday muammolar bo'ldi. Farzandim gapirmadi, yurmadi, yaxshi nima qilmadi, sobrajat qila olmadi. Mana shu mahsulotlarni berib boshlaganimdan keyin farzandim hozir yuryapti, gapiryapti. Mana turga kirdi, alhamdulillah. Farzandimda juda zo'r natijalar, gapni gapga qo'sha olyapti va juda ham chiroyli yurib nima qilyapti. Farzandimda yaxshi natijalar olyapman. Yana bitta mahsulot beryapman o'g'limga. Bu Selgenetic degan mahsulotimiz. Bu mahsulotlarimizda ichida eng fishka mahsulotimiz. Sababi inson organizmi hujayralardan iborat. Bu mahsulotimiz hujayralarni tiklab beradi va tarkibida qora sedana va archani lisigi beryozadan olingan. Shuning uchun ham boshqa anaqa nima deydi, mahsulotlarimizni eng zo'r fishkasi bo'lgani Selgenetic mahsulotimiz juda ham bizda noyob mahsulot. Shu mahsulotlar tarkibi bilan ham ajralib turadi mahsulotimiz. Mana shu mahsulotni, omega mahsulotini, alfa mayin mahsulotini o'g'limga berdim. Hozirda o'g'limda juda ham zo'r natijalar bor. Natijalarimiz mana shu kompaniyadan zo'r natijalar olyapmiz. Minnatdorman kompaniya boshliqlaridan. Shu mahsulotlarni bizga O'zbekistonga olib kirishganliklari uchun va bizday mana shu mahsulotlarga muhtoj bo'lib, qiynalib, bolnitsa yurib, mana shu tabiiy mahsulotlarni boshimdan o'tkazganligim uchun sevib qolganman. Haqiqatdan men minnatdorman mana shu kompaniya boshliqlaridan, bizga olib kirib berayotgan nimalarimizdan, nima deydi, ekspeditorlarimizdan, hammasidan minnatdorman, ustozlarimizdan minnatdorman. Doimo sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Hammamiz Alfa James kompaniyasidan zo'r natijalar olib, mahsulotlardan foydali nimalar olaylik, ilohim. Mahsulotlardan foyda olaylik. Qisqacha gapirganlarim shu. Uzr so'rayman.